Minecraft, lekin shu 10 blokda yashab qolishim kerak. Bu kartada 10 blok va men borman. Mana bolalar, bu kartada tirilib oldim. Bolalar, bu kartada endi faqat like avlayman. Bolalar, bu kartani endi boshlaganimda o'ta ham zerikarli bo'lar ekan, chunki faqat like avlash kerak ekan. Bolalar, qaranglar, sandiqcha hozir buning ichini ochamiz. 2 kitob, 2 kitob bilan nom bor ekan, hozir 5 ta nom. What the help? Bolalar, o'ylab qarasam bu joy o'ta ham kichkina ekan, kattaytiramiz. Endi bolalar, men bu orolni kattaytiraman. Orolimiz ozgina bo'lsa ham kattaydi. Endi yana bloklar kavlayman. Spam bo'ladi, hozir qurbonlik qilarsa pastga tushib ketadi-da bu. Hozir bolalar bitta daraxt oldim. Endi nasrlar yasaymiz. Bitta daraxtdan verstak yasab olamiz. Endi bu verstakimizni joylashtirib olamiz. Keyin mana bunaqa naslarimizdan nasrlar yasab olamiz. Yog'och, keyin spor yasab olamiz. Qarasam, sandiqda hali ham qo'ymadim ekan, qo'yib olamiz. Endi nasrlarni sog'ib olamiz. Endi bu orolni kattaytirib olishimiz kerak. Tovuqni qurbonlik qilamiz endi. Endi mana narsalarni yana kavlab oraylik, jicha resurslarni ko'paytirib olishimiz kerak. Orol ko'zimga xunuk ko'rinyapti, shuning uchun dekoratsiya qo'shaman. Taxtlarni taxtaga aylantirib olamiz. Olamizga ozgina bo'lsa ham mana dekoratsiya berib oldim. Bolalar, sizlarga fokus ko'rsataymi? Mana fokus. 15 ta likedan keyin yangi video.